kerak bo'lsa konstitutsion sudgacha boraman va kerak bo'lsa bizni konstitutsiya va qonundagi huquqimizni tiklab berishda xalqaro sudgacha kerak bo'lsa olib chiqamiz. Zapravkalarda, ya'ni yonilg'i quyish shoxobchalarida naqd pulda to'lov qila olmagan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi sobiq deputati Rasul Kusherbayevning ushbu masala yuzasidan 3-sud jarayonidamiz. Chunki bir tarafda hozir prezident farmoni, ikkinchi tarafda konstitutsiya va qonun. Hamma gap shundaki, davlat organlarimizga, bizni yurist mutaxassislarimizga, vazirlik idoralaridagi yurist mutaxassislarga jur'at yetmayapti. Konstitutsiya ustuvor edi deb ular qo'rqishyapti. Rahbardan gap eshitishdan, undan bundan gap eshish, ya'ni ikkiyuzlamachilik bo'lyapti. Ya'ni borini bordek tan olishga jur'at yetmayapti. Ana o'shani jur'atni biz konstitutsiyada tan olganmiz. Butun xalqimizning irodasi yozib qo'y. To'g'ridan to'g'ri ishlaydi deb. Konstitutsiyani qoidalari ijro etish uchun qonunlar qabul qilganmiz va normativ hujjatlar to'g'risida aniq keltirib qo'ydik. Mabodo orada shunaqa ziddiyatli vaziyat bo'lsa, qonun va konstitutsiya qonun yuqori kuchga ega deb turib, aniq yozilgan narsaga bugun ko'z yumilyapti-da. Ya'ni shap deb o'tiribmiz-da, shaptol deb ayta olmayapmiz. Shaptol deb aytishga vazirlik idoralarida, rahbarlarida ham, xodimlarida ham jur'at yetmayapti. Qo'rqyapti. Baraka topkur, joningni oladimi, boshqami, xalq ko'rib bilib turibdi-ku, bunchalik darajada davlatchilikda davlat organlarini sharmanda qilishga hech kimning haqqi yo'q. Biz shuning uchun bu sudgacha yetib keldik. Va oddiy savol, nima uchun odamlar to'lash uchun, to'lov huquqini qo'lga kiritish uchun yana to'lov qilish kerak? Ushbu sud jarayoni Rasul Kusherbayevning 2-sud jarayonida Lesen Group mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari sudda qonunda naqd pulda to'lov mumkin bo'lsa-da, prezidentning farmoniga muvofiq ularni Neft-gaz inspeksiyasi, Markaziy bank, Soliq qo'mitasi tomonidan yig'ilishlar o'tkazib, ulardan naqd pulda yonilg'i quyish shoxobchalarida to'lov qabul qilmasliklari yuzasidan hujjatga imzo chekkanliklarini, agarda naqd pulda to'lov amalga oshirilsa 25 milliondan 50 milliongacha jarima to'lanishini bildirganligi yuzasidan suddan ushbu 3 ta tashkilotni hamda ombudsmandan ham sudga ushbu masala yuzasidan ochiqlik bo'lishi hamda nima uchun bunday hujjatga imzo chektirganliklariga oydinlik kiritish maqsadida sudga chaqirishini sudyadan iltimosnoma tariqasida so'ragan edi va sudya ham Kusherbayevning iltimosnomasini qabul qilgan holda sudni 3-iyunga ko'chirgan edi. Bugun esa iltimosnomada keltirilgan barcha tashkilotlardan mas'ul xodimlar sudga yetib kelishdi. Holati bo'yicha bilasizlar, biz shu biznes ombudsman to'g'risida qonun shundan kelib chiqib ketishi mumkin. Biznes ombudsman tadbirkorlarning huquqlarini himoya qiluvchi idora. Hozir mana tadbirkorimiz o'tiribdilar bu yerda. O'sha bilishim bo'yicha naqd pulni qabul qilmaganligi holati bo'yicha hurmatli prezidentimizning farmonlari qabul qilingan shu naqd pul masalasi bo'yicha tadbirkorimiz bu bo'yicha biznes ombudsmanga murojaat qilmaganda, mana ma'lumot uchun aytib o'tishimiz kerak. Boshqa tadbirkorlardan ham bu bo'yicha murojaat kelib tushmagan. Energiya inspeksiyasi, soliq yoki boshqa idoralardan aynan shu naqd pul masalasida bitta narsani aytishim kerak. Tadbirkor prezident farmonida ko'rsatilgan norma bo'yicha o'sha naqd pulni qabul qilmagan. Bu ogohlantirish xati yoki boshqa masala ikkinchi daraja prezident farmonida ko'rsatilgandan keyin tadbirkor yoki boshqa fuqaro ham o'sha normativ huquqiy hujjatda ko'rsatilgan norma bo'yicha bajarishga majbur. Shuning uchun tadbirkorimiz ham bu masalada o'sha davlat rahbarining farmonida ko'rsatilganligi uchun naqd pulni qabul qilmagan. Assalomu alaykum. So'ramoqchi bo'lgan aynan prezident huzuridagi mana shu tadbirkorlar huquq manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil institutida bir qator huquq vakolatlar berilgan amaldagi qonunchilikka ko'ra. Shu jumladan mana shu tadbirkorlarda bevosita faoliyatga daxldor bo'ladigan normativ hujjatlar qabul qilinishida mana shu biznes ombudsmani bilan kelishish kerakligi, ularni inobatga olinishi kerakligini aytib o'tilgan. Shuning uchun yuqorida aytib o'tdingiz, demak tadbirkorlar sizlarga murojaat qilmagan taqdirda demak mazkur masala sizlar bilan kelishilgan bo'lishi kerak. Agar shuni ayta olasizmi hozir, aynan tadbirkorlarni naqd pul qabul qilish masalasini cheklanishi, bu demak ularning faoliyatiga nisbatan baribir ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan biznes ombudsman bu taklif loyiha ishlab chiqilganda buni ma'qullaganmi? Biznes ombudsman va savdo sanoat palatasi bilan kelishishga majbur ko'rsatilgan. Bu loyiha bo'yicha to'g'risi menda xabarim yo'q, ma'lumotim yo'q. Chunki meni
soham tadbirkorlar murojaatlari va muammolari bilan ishlash. O'shaning uchun men oldin shu gapni boshlaganimda murojaat kelib tushmaganligini ma'lumotni aytib o'tdim. Agar o'zingiz uchun men bilib bu farmon bo'yicha ma'lumot beraman. Xo'p. Endi agarki tadbirkorlardan murojaat bo'lmasa, lekin tadbirkorlarda faoliyatida aynan qonunlardan tashqari davlat organlarining aralashuvi yoki qo'shimcha ularda cheklovlar qo'yish holati bo'yicha holatlar aniq ko'rinib turgan bo'lsa, ya'ni ba'zi holatlar bor, isbot talab qilish shart emas, hamma joyda ochiq oydin ko'rinyapti, bilinyapti. Aynan shu holatda ham mana shu Biznes Ombudsman instituti ularning murojaatini kutib turmasdan turib, o'zlari to'g'ridan-to'g'ri o'rganib, qanaqadir choralar ko'rishi mumkinmi? Chora ko'rishi mumkin. Murojaatlar to'g'risidagi qonunga asosan, keyin Biznes Ombudsmanning o'sha tegishli tartiblariga asosan ommaviy axborot vositalarida chiqqan ma'lumot ham biza murojaat sifatida kirim qilib uni o'rganamiz. Prezident farmoni 246-farmoni Konstitutsiyani biror bir normasiga zid bo'lmasdan chiqarilganligini anglatadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini tegishli moddalari bo'yicha tushuntirish beramiz. Ikkinchi moddasi bor. Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat fuqarolariga mas'ul. Davlat xalq idorasini ifoda etadi. Ya'ni naqd ko'rinishsiz onlayn to'lovlar va plastiklar to'lovlar amalga oshirilishi bu yashirin iqtisodiyotni yaqinda chiqqan prezidentimizning 68-sonli yashirin iqtisodiyotni oldini olish chora-tadbirlari bo'yicha amallarini amalga oshirish bo'yicha boshqa fuqarolarning manfaatini himoya qilyapti. Bundan keyingi 7-modda, 12-modda, 15-modda, 21, elektron 13-moddalar ham xuddi shunday davlat islohotlarini olib borayotganda tegishli xalqni, davlatni va tadbirkorning manfaatini ko'zlagan holda amalga oshirilishi belgilangan. Iste'molchi sifatida huquq manfaatlari bor. To'g'ri bu yerda to'lovni erkin tanlash huquqi deyapti. Bu yerda iste'molchilar to'g'risidagi qonunchilikda bunaqa norma yo'q. Lekin to'g'ri 10-moddamiz bor. Ya'ni naqd pulda yoki naqd pulsiz shaklda to'lov qilishi mumkin degan. Buni ko'rib turibmiz. Mana tadbirkor ham o'zining majburiyatlarini bajargan. Prezidentimizning 246-sonli farmoni bo'yicha iste'molchi ham o'z navbatida o'zining haq-huquqlarini talab qilgan. Bu yerda sudga havola qilamiz. Boshqa mutaxassis sifatida nima deya olyapsiz? Mutaxassis sifatida sudga havola qilamiz. Lekin biz qonunchiligimizda yoki poymol bo'lmaganmi ayni shu holat bo'yicha? Ayni shu holat bo'yicha iste'molchi sifatida huquqlari mavjud. Naqd pulsiz ham, naqd pul bilan ham to'lov qilishga huquqi mavjud. Savoli bor? Shu demak iste'mol sifatida huquqni buzilayotganligini sizlar ko'rib tan olasizlarmi? Shuni e'tirof qilasizlarmi? Albatta. Bizga sud tomonidan sudga chaqiruv qog'ozi joriy yil 1-iyun kuni kelib tushgan. Sudga chaqiruv qog'ozini biz to'g'risi kecha qabul qilganmiz va ish hujjatlari bilan to'liq tanishib chiqishga hali ulgurganimiz yo'q. Agar ruxsat bersalaringiz iltimosnoma taqdim qilmoqchi edim sudga. Ish hujjatlari bilan tanishib chiqqan holda o'sha masala yuzasidan mutaxassis fikr mulohazalarini, soha vakillarini mutaxassis fikr mulohazalarini olinishini inobatga olgan holda keyinga qoldirishda va tashkilot fikr mulohazasini yetkazish so'rayman. Bu yuborgan xatinglar o'zi nima edi? Bu profilaktik xat amaldagi qonunchilik bo'yicha, masalan, yangi qonunchilik qabul qilinayotgan bo'lgandan keyin har qaysi biz o'zimizning sohaga taalluqli nazorat ostimizdagi subyektlar, ya'ni yoqilg'i quyish shoxobchalari ham biz energiya inspeksiyani nazorat ostidagi subyektlar hisoblanadi. Bularning faoliyatiga taalluqli qonunchilikda yangi o'zgarishlar kiradigan bo'lsa, biz bularga profilaktik tadbir sifatida profilaktik xabarnoma yuborib, ularda shunaqa amaldagi qonunchiliklarga rioya qilgan holda faoliyat yuritishini bo'yicha biz xabar berganmiz ularga. Bu qaysi normal hujjatda ko'rsatilgan sizlar bunaqa profilaktik xabar yuborishinglar? Hozir masalan biz endi nazorat qiluvchi organmiz. Nazorat qiluvchi organlar faoliyatini tartibga solish bo'yicha prezidentimiz 374-sonli qarorlari bor. 374-sonli qarorlari bilan aynan tadbirkorlik subyektlarida profilaktika o'tkazish tartiblari belgilangan. Shu
shu tartibda biz profilaktika o'tkazishni joyiga chiqmagan holda amaldagi normativ hujjatlar yoki tarqatmalar, eslatmalar yoki qandaydir broshuralarni yoki ommaviy tadbirlarni tashkil etib, ularga shu qonunchilik bo'yicha normativlarni xabardor qilib turamiz. Demak, sizlar qonunchilik deganda, demak, konstitutsiyadan boshlab toki o'sha hukumat qarorlari, joylardagi mahalliy davlat hokimiyat organlari qarorlarigacha bo'lgan hujjatlar nazarda tutib aytyapsiz. Sohaga taalluqli, Sizni sohangiz faoliyatini tartibga soluvchi, sohamizga taalluqli bo'lgan hujjatlar. Xo'p. Agar konstitutsiya va qonunda aynan bularning faoliyatiga tegishli talab yo'q deyiladigan bo'lsa, aynan naqd pulda to'lovlarni amalga oshirish talabi bu qonunlarda va konstitutsiyadagi talab. Bundan tashqari tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlari to'g'risidagi qonunda aytyapti. Davlat organlari, banklar yoki boshqa kredit tashkilotlari tadbirkorlik faoliyat subyektlarining pul mablag'laridan foydalanish yo'nalishlarini belgilab berish va nazorat qilishga hamda pul mablag'larini o'z xohishiga ko'ra tasarruf etish huquqlariga nisbatan qonunda yoki shartnomada tutilgan boshqa cheklovlar belgilashga haqli emas deyilyapti. Aynan mana shu bo'yicha anaqa yoki bu qonundagi talabda yoki o'sha fuqarolik kodeksining 94-moddasida bor, Markaziy bank to'g'risidagi qonunda bor. Aynan to'lovlar naqd pul va naqd pulsiz ko'rinishda amalga oshiriladi deyilgan. Ya'ni bu degani sizni nazoratingiz ostidagi o'sha shoxobchalar ham bunga rioya qilish kerak. Aynan bular bo'yicha ham shunaqa xatlar, talabnomalar yuborganmisizlar. Naqd pulsiz, naqd pulda ham olinglar degan narsa yo'qmi? Aynan endi siz naqd pul masalasiga keladigan bo'lsak, pul masalasi bo'yicha biz umuman yopilib qo'yish shoxobchasi bo'ladimi yoki boshqa nazorat ostimizdagi subyektlar bo'ladimi, biz pullik masalasiga aralashmaymiz. Bu yerda bizga hukumatda o'sha prezidentimizning farmonlari ijrosi bo'yicha hukumat komissiyasi tashkil qilingan. Hukumat komissiyasi tomonidan aynan energiya inspeksiyaga shu hozirgi naqdsiz to'lovlarning amalga oshirilishini monitoring qilish vazifasi yuklatilganligi uchun biz bu aynan shu pullik masalada shu joyda hozir qatnashganmiz. Ya'ni bizning bu yerdagi funksiyamiz tadbirkorlik subyektlarini, rahbarlarini, boshqalarini bevosita taniganimiz uchun, bilganimiz uchun bu Markaziy bank, yana o'sha paynet uskunalari o'rnatuvchilar bilan biz bevosita muloqotga kirgizib, ular prezident farmoni ijrosini bajarishini ta'minlashda ishtirok etganmiz. Lekin naqd pul bo'yicha yoki naqd to'lovda yoki naqdsiz to'lovda amalga oshirasan degan masalalar bo'yicha biz umuman nazorat qilmaymiz. Kusherbayevning mas'ullarga bergan barcha savollariga ular imkon qadar javob berishga harakat qilishdi. Biroq Markaziy bankdan kelgan mas'ul xodim sudyadan ular bu holat hamda hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqishga ulgurmaganliklarini ta'kidlab, sudni boshqa kunga qoldirishni so'radi. Vaholanki ularda ushbu hujjatlar bilan tanishib chiqish uchun yetarlicha vaqt bor edi. Shu boisdan Rasul Kusherbayev sudni qoldirmaslik kerakligini, uni cho'zgandan hech qanday foyda yo'qligini bildirdi. Nimaga? Qani mantiq, qani adolat? Bunaqada odamlarda davlatga islohotlarga ishonch qoladimi? Qachonki o'ziga ma'qul vaqtda konstitutsiya qonun tan olinadi, boshqa vaqtda tan olmayman degan ishmi? Ya'ni odamlar buni ochiq ko'rib turibdi. Hozirgi holatda zudlik bilan fuqarolarning shu huquqini e'tirof qilish kerak bo'ldi. Bu bor, qonunda yo'qolmagan. Yoki bo'lmasa dastlab konstitutsiya va qonunda o'zgartirish kerak edi. Fuqarolarda huquq bo'lmasin dedi naqd pul to'lash bo'yicha. Ana undan keyin bunga baho bersa bo'ladi. O'z o'rnida yonilg'i qo'yish shoxobchasi rahbaridan sud jarayonida sudya e'tirozi yokida savollaringiz bormi deya bir necha bor so'radi. Lekin zapravka rahbari hech qanday e'tirozi hamda savollari yo'qligini ma'lum qildi. Shu tariqa sudya qaror chiqarish uchun bir oz tanaffus e'lon qildi. Ko'p o'tmay esa sudya vakolati jihatidan qarorni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hal qiluv qarori. Da'vogar Kusherbayev Rasul Qidiraliyevichning javobgar Lesen Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga nisbatan naqd pul mablag'larini qabul qilishdan bosh tortishda ifodalangan xatti-harakatni noqonuniy deb topish, naqd pul mablag'larini qabul qilish majburiyatini yuklash va ma'naviy zarar undirish haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirish rad qilinsin. Da'vogar Kusherbayev Rasul Qidiraliyevichdan davlat foydasiga 824 ming so'm davlat boji undirilsin. Hal qiluv qarori ustidan qaror chiqargan kundan e'tiboran 1 oy ichida apellyatsiya tartibida shikoyat keltirish huquqi, shuningdek hal qiluv qaroriga nisbatan 6 oy muddat ichida kassatsiya tartibida shikoyat keltirish huquqi yoki bo'lmasam taraflarning murojaatiga asosan prokuror tomonidan protest keltirilish huquqi tushuntirilsin.
hurmatli da'vogar, ushbu hal qiluv qarori bo'yicha tushuntirish berib o'taman. Ayni damda sizning da'vo talablaringizdagi javobgarga nisbatan naqd pul mablag'larini so'mni qabul qilishdan bosh tortganligini noqonuniy deb topishni so'raganingiz bo'yicha ma'lumki, qonunchiligimizda belgilangan so'm bu milliy pul birligimiz. So'm bilan uni to'lov tartibi, pul birlik bilan uni to'lash tartibi va usuli bu ikki xil tushuncha ekanligini, bunda sizdan o'sha naqdsiz ko'rinishda talab qilinishi bu qonunchilikda belgilanganligi va mosligi. Hozirda naqd va naqdsiz pul to'lov shakllari tegishli qonun bilan tartibga solinganligini, to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonunchilikning 20-moddasida naqdsiz pul shaklida qabul qilish va naqdsiz pul shaklida to'lovlar hisob-kitob qilishlarni rivojlantirish belgilanganligini e'tiborga olib, sud da'vo talablaringizni asossiz deb hisobladi va uni rad qildi. Hal qiluv qarorini tegishli muddat ichida qabul qilasiz. Unga shikoyat keltirish huquqiga ega. Kim norozi bo'lsa, sud majlisi yopiq. Islohotlar deyapti ba'zilari rahbarlari xohishi deyapti. Ana shu xohish sababli Konstitutsiyadan yuz burib turganligimizda bo'lyapti. Muammo shunda, muammo menda emas. Muammo Kusherbayev davlatga qarshi yo siyosatga qarshi deb aytuvchilarning gapi to'g'riligida ham emas. Muammo Kusherbayevda ham emasdir. Muammo mana o'sha konstitutsiyaga, qonunga ishonganligimda. Menga maktabda konstitutsiya bosh hujjat deb, siz konstitutsiyani bilasizmi deb tanlovlarda o'tkazib, o'shanga ishontirishganida meni o'qituvchilarim. Muammo meni otamda, otam aytar edi. Qonunga itoatkor bo'lish kerak. Shunda inson ko'karadi, shunda odamlar ishonadi. Shuni qoidasidan chiqmaslik kerak deb menga o'rgatib kelganligida, meni o'shanga ishonganligimda muammo. Agar meni shunday tarbiya qilishmaganida, istagan vaqtda bu rahbarlarning xohishi ekan deb tupur hammasiga, konstitutsiyaga ham boshqaga ham sanam suv qaqqa ketsa shu yoqqa oqib ketavergan, yuravergan, odamlar qiynalsa qiynalaversin, mazaq yashayver o'zing deb aytishib, mana shunday tarbiya topganda balki muammo bo'lmasdi. Lekin men unaqa bo'la olmayapman. Va hammamiz umrimiz o'tyapti. Bugun sud shunday qaror chiqarayotgandir. Balki bu qaysidir nuqtai nazardan to'g'ridir, lekin bu qanchalik adolatli bo'ldi, qonuniy bo'ldi, bunga hamma o'zi ko'rib turibdi baho berib. Va men albatta umid oxiri bo'lib bo'ladi. Bu masalada umid yo meni yo'q bo'lib bo'ladi, yo oxiri shu fuqarolar huquqi tan olinish bilan bo'ladi. Men albatta apellyatsiyaga beraman. Kerak bo'lsa konstitutsion sudgacha boraman va kerak bo'lsa bizni konstitutsiya va qonundagi huquqimizni tiklab berishni xalqaro sudgacha kerak bo'lsa olib chiqamiz. Boshqalarga konstitutsiya, qonun kerak bo'lmasa ham bizga kerak. Menga kerak konstitutsiya. Men uni u meniki, u sizniki, bizniki, hammamizniki deyiladi. Shu jumladan u ham meniki. Men uni bunaqa tarzda ko'z yumilishi, bunaqa tarzda jur'atsizlik qilib, yuz burilishiga jim qarab tura olmayman. Sudda qaysi bosqichda bo'lsa o'sha qonun yo'lidan yurib buni yana ham harakat qilishda davom etaman. Kerak bo'lsa xalqaro sudgacha olib chiqamiz. Bizning konstitutsiyamizni bizni organlardan himoya qilib tiklab berlaring deb olib chiqamiz. Faqat muammo shuki, bu davlatchilik uchun, bizni o'tirgan mas'ul shaxslarimiz uchun qanchalik obro' olib keladi. Xalqimizning oldida ularga bo'lgan ishonch qanday bo'ladi bundan buyon? Gap shunda. Ular o'zlari xalqimiz tan olayotgan konstitutsiyani tan oladimi, yo'qmi? Masala shunda. Ya'ni sudda o'sha qarorini olamiz. Men qarorni ochiq qo'yaman hammaga. Hamma ko'rsin. Sud meni da'vo nima asoslarimni, meni qonun konstitutsiyadan keltirgan asoslarimni, naqd pul to'lash bo'yicha berilgan huquqlar qanday hujjatlar bilan rad qilyapti. Asoslab bera olsa asoslab bersin. Hamma ko'rsin, kuzatsin. Bu umuman hamma uchun yangi amaliyot, yaxshi amaliyot bo'ldi. Va men sudda bu qarorni qabul qilganligidan juda qattiq hayron qolmadim. Bu umuman yuqorida ham aytdim. Demak, sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash yo'lida hali juda ko'p mehnat qilishimiz kerakligi, juda ko'p jur'atni yig'ishimizga to'g'ri kelishini ko'rsatyapti.